الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imronning 153-oyatiga keldik. Allah subhanahu va taolo Uhud urushidagi negizlik masalani bizga eslatib ma oyatda. Ya'ni bu yerdagi negizlik masala mu'minlarning manhajdan chatnishi, yo'ldan, prinsipdan chatnishi yoki chatnamaslik masalasi. Buning dalili sifatida bu oyatda deydi: "Estaizu billah va laqad sadaqakumullohu va'dahu iz tahussunahum biiznihi hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin." Endi oyatni avval qisqacha bir tarjima qilsak qarindoshlar, Allah subhanahu va taolo o'z va'dasini ishqa oshirdi, rostga chiqardi. Sizlar yo'ldan chetnamagan, sizlar va'dangizda to'g'ri vaqtingizda Allah subhanahu va taolo o'z va'dasini sizlarga amalga oshirib berdi. Ya'ni o'z vaqtida sizlar Allohning izni bilan ularni yo'q qilyotdinglar, jimiq turyotdinglar, kiriyotdinglar jang maydonida. Hattoki sizlarga qo'rqinch kirdi va datalash qildinglar ishlarda. Va sizlar yaxshi ko'radigan shu g'animatlarni ko'rablam buyruqqa xiloflik qildinglar. Amaliyotda negizlik xatolik miyadiki, minkum may yuridu dunya. Aranglarda taqacha dunyodan qalbi uzilmaganlar va minkum may yuridu al-akhirah. Oxiratni iroda qildiganlarmi ham bor. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo sizlarni ulardan qaytirib yengiyotgan bir, erishib bo'lgan bir, ko'rilayotgan bir g'albidan sizlar quruq qoldinglar. Yani mağlub oldunlar. Hemmesi liyabtaliyakum. Sizlarni imtihon, sınaq qilib tavlash uchun. Allah subhanahu va taolo qilgan jinoyatinglarni sizlardan afv qildi. Allah mu'minlarga fazli marhamat egisi. Endi oyatda Allah bevosita mu'min sepiga, mu'min jamoatiga xitob qilib, sizlarga o'zining va'dasi deb bizga bergan bir va'dani eslatib. O va'da o'smi nima desa, Qur'ondagi sura Muhammadda, sura Saffatda in tansurulloha yansurukum va yuthabbit aqdamakum. Agar sizlar o'zingizlarning ustiga tushgan vazifani joyida ado qilib, Alloh yo'lida qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni joyida qilsanglar, Alloh sizlarga yordam beradi, qadamlarni mustahkam qiladi degan bu bir va'da. Ikkinchi va'da sura Saffatdagi in va innal jundana lahumul g'olibun. Bizning qo'shinimiz bizning yo'limizdan chiqmaganlar degan gap. Allohning bu yo'lga tamsilchilik qilayotganlar hamon har doim g'alaba qiladi degan bir va'da suvatdi. Ikki va'da mu'min sepiga nisbatan da'vo va'dasi. Yo'l va'dasi bu. Nihoyat prinsip va'da bu. Prinsip va'da. Endi bu va'da reallikda ko'raldimi desa, ko'raldi. Qachon? Masalan, Badrda ve Uhud'ның 5'ida. Agar Badrga bormagan taqdirdami, Uhud'ның dastlabki vaqtda bu va'da amalga oshdi. Buning bir o'rniki misol sifatida oyatda iz tahussunahum biizni. Sizlar ularni Allohning izni bilan yo'q qilyotdinglar. Tahussunahum degani asr olganga mang'idi, o'ltaganga mang'idi, ishqib yengish, qarshi tarafning ustidan g'alaba qilish ifodasi, qarshi tarafni jimiq turish, yo'q qilish ifodasini ifodalaydi. Ya'ni Alloh o'zining va'dasini, cho'ng va'dasini Badrda va Uhud'ning dastlabki vaqtida amalga oshirib, ko'z oldinglarda va'dasini o'rtaga olib chiqdi. Ammo hatta iza fashiltum, sizlar azroq qo'rqdinglar. Bu bir masala. Bizlarga bu urushda tavlanganlarning darajasini bir-birlab darajaga turg'izdik ya. Eng nachar, eng to'n darajaliklar Abdullah ibn Ubay ibn Sululdan ketgan bir biliklar. Ondan keyin qana qilsa ular jangga borsa ularmi, bormasak ikkilanib qolgan bir ikki toifa.
Ondan keyin tog' ustidagi buyruq qilingan bekitilgan o'rindan chiqib ketganlar deb shu daraja bo'yicha ayirdik bu yerdagi salbiyatlarni. Bu yerda shu hatta idza fashiltum qo'rqdinglar, sizlar tashvishga tushdinglar. Va tanaza'tum fil amr bu ish haqida da talash qildinglar. Va asaytum sizlar xiloflik qildinglar. Bunda qarablar mu'minlarning yengib Küpparlarning, müşriklarning hamma narsani tashlab qaytib u yerda qolib qolgan mol-mulk, g'animatlar. Bularni ko'rib, bularning hammasi Alloh o'z va'dasini sizlarga oshirib bo'lgandan keyin sizlarda ko'rgan xilofliklar, qarshiliklar, buyruqqa bo'ysunmaslik, prinsipdan chatnash ahvollari. Bu yerda bir ibrat bizga Alloh subhanahu va taolo bildirmoqchi bo'lgan birisi Allah'ın va'dasininki rost va amalga oshish masalasi. Zodi g'alaba qildinglarmi? Qildinglar. Allohning buyrug'ini ijro qildinglarmi? Qildinglar. Ijro qildik. Allohning va'dasini ko'rdinglarmi? Ko'rdik. Allohning izni bilan mushrik ustidan g'alaba qildinglarmi? Qildinglar. Amaliy ko'rdi. Qanday chog'da mu'minlar prinsipni chatnamagan, buyruqqa xiloflik qilmagan vaqtida. Ama mesele şunda eksi olaptı, netice eksi oldu. Yani mesela ait addi. Aldığında hemmesi emeli tecrübe öğren, hani nezriye öğrenemez. Ya ki Kur'an'daki bir ayetle emez. Emeli, köz aldığında seni yaşayan bir reallık olan köydün mü mesela? Eğer alaka biz bir yerde digendek bulmay iş. Mü'minsep yani müminler buyruqqa xiloflik qilsin, qilmasin, qalbi qilaversa, buzilib ketadi odamlar. O vaqtda haqiqiy mu'min sab bo'lmay qoladi. Allohning mu'minlarga yordam beraman degan va'dasi va'da bo'lmay qoladi. Qalbi qilaversa, bu yo'lda ching tudimi, Allohning qalbisi qiladi. Ching tumudimi, qalbi qilinmaydi. Bu nuqta avval aqida sifatida oydinlashishi kerak. Zaten qarab baqayli. Uhudda muşunun hammasi bulaqliq. Qalbi qilganingmi, mag'lub, hammasi bulaqliq. Musulmonlar avval jangga kirdi. Zaten qalbi qildimi, qilmadimi? Aniq qildi. Aqallisi mushriklarning bayrog'ini ko'tarib olgan Talha ibn Abi Talha va undan boshqa 20 necha kishi o'ltirildi-mi, o'ltirilmadimi? O'ltirildi. Bayroq yerga tushdimi, tushmadimi? Tushdi. Muşunun hammasi وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ Muş ayet şu. Allah öz vədisini əməlgə aşmadı. Müşriklərin bayrağı düşdü. Muş əhvallar. Aval. Amma kin məsələ əksicə yüz biribdi müminlərdir. Onlar da qoqaş yüz bəydi. Cəngə buramdıq, bamamdıq. Məsələn, cəng meydan turamdıq, tumamdıq. O qənimətini görəblikində üzünü tutuvalanmadı. O düşmanlar Resulullah düşman degan yaq tushsak oldu. G'animatlar xalqning qo'liga ketib qoldi. O'zini tuta olmadi, tushdi. Ahvol shu. Agar ashta olmay har doim bayatdim deganimdek g'alaba qilaversa, bu yerda dinning prinsipi biroz rasulmay qoladi vaqtda. Bu yo'l men aniq takror dey qarindoshlar. Allah'ın zimindeki ilahi yolunun temsilçiliki. Temsilçilikni joyida qila olsang, Allah bununla o'zi ega bo'ladi va o'zi g'alaba beradi. Temsilçilikni joyida qila olmasang, sen bir adam sifatida o'zingga vaqillik qilsa, agar g'alabaga sharoitni hozirlagan bo'lsang, g'alaba qilsa, anda bo'lmay qolsa mag'lub bo'lsa. Ammo sen ilahi yo'lning temsilchisi sifatida o'tirib chiqolmaysiz u yerda. Oyatning oxiridagi sizlar qo'rqib bu meseleler hakkında dağıtılış kılsanlar degan kelgan vaqtda tog' ustidagi kishilarningki ikkiga bo'linganlik holatda vaqasi bor. Tog' ustidagi bir bo'lik kishilar yo'q, Rasululloh bizni mishada turinglar degan, biz mishada turimiz, ayrilmaymiz. Yana bir bo'lik kishilar nima dedi? O g'animatga berib, qanday qilib olaylik? G'animatga biz meni o'xshaymiz, aktida g'animatni mashakilda oldi ahvol. Bir o'rin birileri ching turimiz dedi. Yani birileri ya ganimetinin kaşkı varlığı dedi. Demek bir yerde tehe kalpke sap ahiret nişanı tuluk kirip bulanmayan kişiler var. Şunun aşkı ayetinimdeydi o. Aranladın dünyanı közlegenler var ve ahiretini közleydi kalır var. Şu vakitte İbn Mesud radıyallahu anhu nemdeydi sana? Muşu ayet düşkenge kadar ben sahabının içinde
İslamda olsun bularning hammasi sahoba. Dunyoni ko'zlaydiganlar yo'q deb biladim deydi. Ma'ya tushgandan keyin aramizda mataxa haqiqat pishib yetilmaganlar, tovlanib sinoqdan o'tmaganlar bor emasmi? Ma shaklda yana ahvol. O'ylab baqaylamda sahoba degandan keyin hech kim zodi bular dunyoni o'ylaydi deb xiyolim tasavvur qilolmaymiz-da. Hammalar oxiratni maqsad qilib oxiratni ko'zlab, lekin tovlanmagan, pishib yetilmagan bir to'p ahvol ba'zida ashta bo'ludi. Ya'ni inson ya, har qancha o'pkasi inson ya, insondagi ba'zi o'zgarishlar, insondagi ba'zi havaslar, insondagi ba'zi ko'zqarashlar bularni tabiiy bo'ladi. Ammo insonlar bo'lsin. Bunda o'g'alliq sahobalarga asla va asla ayib nuqson shaklda chaplanmaydi. Ya'ni ayiblanmaydi bular. Ya'ni bu yerda bir o'zir belgilangan bir nuqta bor. Mushriklarning bayroqi yerga tushdi. Oldi septiki bir necha odam o'ldi. Mushriklar kayni-kayniga qoch qilib turdi. Bularning kallasida endi jang qana qildi, tugidi-g'o. Chunki Qurayshlarningki jangdagi qo'mondan cho'nglardan netsi o'ldi u yerda. Ma shaklda bir o'y xiyol ba nuqtadan Alloh subhanahu va taolo bulardan o'tgan xatoliklarni qana qildi? Kechiribdi. Şoňaşqa ayeti nim deydi? Afallahu ankum. Allah sizlarni qana qildi, o'tibdi deydi. Ondan keyin oyatning oxirida masala ashta o'g'achqa, masala ko'rilgan bo'g'achqa thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Ya'ni Allah subhanahu va taolo sizlarni ulardan qaytudi, sizlarni imtihon qilish uchun. Aslında siz urush bilan g'alaba qildinglar. G'animatni ko'rmagan vaqtda. Shunda g'animatni ko'rdinglar, diqqat nazaringlar ichki dunyoringlardagi mol, dunyo istikiga buraldi. Aning qarab qaldinglar. Shuni o'ylaylar, sizlarning xiyolinglar dushmandan mol dunyoga ketib qoldi. Ondan keyin mag'lubiyat keldi mana. Endi bu jangning bu shaklda kelishi yana mu'minlarga nisbatan bir chiniqish. Yo'lni ularga haqiqiy tunutish. Qanday tunutish? Bu yo'l sen haqiqiy yuzinib mangsang, g'albisiga erishadigan yo'l. Bo'lmasa, mag'lubiyatga erishadigan yo'l. Mana ko'rding, amaliy oldingda yuz berdi. Sen shuning ichida turib, ko'rding amaliy ahvolni deb vujudiga singdirish masalasi. Shuningga mana deydi, Uhud mag'lubiyat emas. Chunki Uhuddagi mu'minlarda ko'rilgan mag'lubiyat tuyg'usi yoki ma'lum qismdagi ziyon zahmat, yaralangan, shahid bo'lgan kishilarning dard alimi mu'minlarga shundoq bir savoqni o'rgatdiki, shundoq bir dars berdiki, mu'minlar shundan keyin asla yengilib boqmadi. Rasulullohning davrida va sahobaning davrida. Chunki ajoyib qattiq bir darsni oldi. Ishidagi g'alg'ash, aralashmalar tozalandi. Kim meydanda haqiqiy chang tura olaydi, kim bel qo'yib o'tdi, bu ayrildi. Shundan keyin mu'min sepi pokizlanib, yengilmaydigan bir sepga aylandi. Buningga bir misol olsak, bir o'quvchininki birinchi yilisi imtihondan mag'lub bo'lib, shuning zarbasida qattiq tirishib, undan keyingi natijalarining hammasining alashib ketgani, amaliyotda birinchi yilidagi mag'lubiyatiningki buning nisbatan yomonlik emas, yaxshilik ekanligini ifodalaydi. Shu Uhuddagi o mag'lubiyat ko'rinishi bizning tushunchimizda mu'minlarga nisbatan u bir yomonlik emas, balki u yaxshilik. Agar shu yerda yengilmasdan, bayatdan degandek, darsimizning oldida degandek, yengivergan bo'lsa, bular tovlanmaydi. Bular diqqat qilmaydi. Bu yo'lning prinsipi, bu manhajningki xarakterini tushunmaydi. Undan keyin ko'rishlarda bakmi cho'ng mag'lubiyat kelib ketishi yoki ziyon zahmatga uchrab ketishi mumkin edi. Ya'ni sizlar endi sahobalar g'itab qilib turib, masalan, ashta qaragan bo'lg'achqani urush tugidi, Kufrning bayrog'i tushdi, Kufrning bayrog'ini ko'targan Talha ibn Abi Talha o'ldi. Qurayshninki bir necha cho'ng qo'mondonlari o'ldi, endi ish tugadi-ku deb o'ylab o'tkazgan bir xatolikning tufayli. Bu xatolikning bir nimasi bor, o'zri bor, ya'ni bir tarafda. Ma tufayli Alloh subhanahu va taolo sizlarni qana qildi, afv qildi. Amaliyotda xatolikdi. Asli Rasulullohning degan bir og'iz gapini aslashingni kerakdi. Rasululloh nima degandi? Biz yengib madamini Makkaga borsaqmi, mataqni tushmanglar.
Biz yengilib, ma'uli bizni Madinaga qo'g'lab kelsin, mataqni tushmanglar degan darajada ta'kidlagan o'taqning ustida turishni. Mushu buyruqni unutib qolgan bir xatolikmi? Alloh buni kechirdi. Chunki sizning masalanglar biroz o'zrusuva masala. Chunki jang tugud deb o'yladinglar sizlar. Allah subhanahu wa ta'ala oyatning oxirida vallohu zu fadlin alal mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlarga zo'r fazl marhamat egisidir. O'tkizgan bir ikki xatolikni tufaylidan. Madam chiniqdi, madam xatolikni tunidi, madam tavba qildi, Alloh ularni mu'minlar sepidan chiqarib etmaydi. Mu'minlarga zo'r buyuk fazl marhamat egisidir. Ondan keyingi 153-oyatda iz tus'iduna va la talwuna ala ahadin var rasul yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum va la ma asqabakum vallohu khabirun bima ta'malun. Öz vaqtda bir əslanglasılar, ko'z oldingizga keltirib baqinglar, oldi keyiningizga qarmay qichotadinglar. Iz tusaidun qichotadinglar. Va la taluna la ahadin. Hech kimga bunda bo'yningni, beshingni egib qarog'ida kalinglar yo'q demoqchi. Payg'ambar bo'lsa Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlarni keyininglardan chaqirib atadi. Alloh subhanahu va taolo sizlarga g'amning ustiga g'amni berdi. Nimishqa? O'tib ketgan g'animatlarga va yetgan musibatlarga texmi g'am qilmasliklaring uchun Alloh subhanahu va taolo sizlar qilayotgan ishlardan xabardordir. Bu yerdagi iz tus'iduna va la talwuna ala ahadin degani shu vaqtdagi Uhuddagi bir jarayonni qanday qilish, tasvirlash. Tus'idunning ma'nosi asli shu odam qochadigan vaqtda ne tuz, ne qochqili qolay olsa ash tarafga bari yo'q, hammani hech nima bilan chatiq yo'q holatda bir qochadigan bir ahvol bo'ldi ya, shuni tasvirlayapti. Shu vaqtda sizlar oldi keyninglarga qarmay qochtinglar deyapti. Eng muhim nuqta bularning shu vaqtdagi ahvolini tasvirlaydigan buyuk qo'mondan, bizning qo'mondanimiz Payg'ambar alayhisolatu vasallam bularning keynida turib qaytib kelinglar majang maydoniga deb chaqirayotgan bir ko'rinish bu oyatda ifodalanayotgan. Mushuni o'qib pisand qilmay qochgan ahvol o'z vaqtidagi Uhud maydonida ko'rilgan bir ko'rinish hamdi. Shuni eslatayotdi takror bir shaklda. Endi mashta bir o'tkazgan xatoliklar tufayli Alloh subhanahu va taolo sizlarga g'amning ustiga g'am berdi. Jazoladi bu yerda. Fa asabakum ghaman bi ghaman. Endi asaba degan fe'l bir qarmoqqa savob berish degan ma'nosi bor, lekin bu yerda jazolash g'am berish deb tarjima qilyapmiz. Ammo qilib, shaklida savob berish shaklida ifodalaylik, ma'nosiga jazolash bo'lsin. Nima uchun desa, Alloh mu'minlarni jazolasa, haqiqiy jazolamaydi. Mu'minlarni jazolasa, jazoning mu'minlarga nisbatan bir nimasi bor, ahamiyati bor, bir foydasi bor. Xuddi kofirni jazolagandek, anda tüp yildizni jazolamaydi. Jazolaydi, lekin bu jazoninki jazo tarafidan bizga o'tkazgan xatolikqa eskartish olgandan boshqa yana bir ijobiy taraf bo'ladi. Bu ijobiy tarafini Alloh subhanahu va taolo qanday shaklda ifodalayapti desanglar, likayla tahsanu ala ma fatakum. Sizdan ketib qolgan g'animat va ma ma asqabakum. Sizlarga yetgan musibatlarga g'am qilib. Mana bir nuqta bor-ku. Bir jang oldi bu yerda, bir jang bor. Jangda shu bir g'animatlarga yugadimdi mu'minlar, musulmonlar bu bir xatolik. G'animat degan moddiy gap emas, odamning jang maydonidagi his tuyg'usini agar biz his qila olsak, umu cho'ng narsa. Chunki mol dunyo insonga nisbatan eng suyimli narsalarning birisi, buni hech kim inkor qila olmaydi. Bu bir masala. Yana birisi jangda yaralanadi endi. Ba'zi shahid bo'ladi. Qarasam, men bilan birga jang qilayotgan sabdishim o'layotgan. Mening bir akam o'layotgan, ukam o'layotgan, tog'am o'layotgan, qo'shnim o'layotgan. Bu yerda birisi g'animatdan ayrilib qolgan bir xafalık bor. Yana birisi atrofda shu jangda yetgan musibatlar bordi. Ya u ya keslik, ya bu ya keslik, u ya yarda, bu ya yarda yaralangan degandek. Agar masala mush ikki nuqtadan to'xtagan bo'lsa, balki ma'ning xafalıqi, ma'ning pushmini ig'roq qildi. Olinmagan g'animat uchun ishni pushiradigan ahvol yuz berdi. Yaralangan yardalarimiz uchun, o'lib ketgan shahidlarimiz uchun texmi ishimizni pushiradigan ahvol bo'ldi. Endi mayada
bir xatolik o'tkazganligimiz uchun bizga dars surish ustidan uningdan ig'irroq xafalikdan birini berdi. Oldi keynimizga qarmay qochqudek bir holat shakllandi o'jang maydonida. Hatto Rasululloh qaytib kelinglar degan chaqiriqni anglatamidi hatto. Bu darajada ig'ir g'amamdi u. Rasulullohning gapini anglamagudek darajada bir qo'rqinch hamdi u. Ma qo'rqinch ba'zi xafaliklarni bosadi. Garchi bu bir jazo bo'lsa-mu, buning ijobiy tarafi, men bayatnim deganimdek, ba'zi tarafni bosadi bu. Qanday bosadi? G'animat xiyolini qalbidan chiqaradi. Chunki undan cho'ng xafalik qolmaydi. O'lim yetim, yaralanish xafalikni qalbidan chiqaradi. Chunki undan cho'ng g'am bo'lmaydi. Ya'ni cho'ng g'am orqali, cho'ng xafalik orqali maqpacha biraz uzun suzuldigan ba'zi g'am-g'usalarni, ba'zi xafaliklarni qana qiladi, yo'q qiladi. Alloh subhanahu va taolo bir tarafdan shu g'amni berish orqali, o qadar qochqudek qo'rqinchni berish orqali mu'minlarni jazolasa, ularni o'tkazgan xatolik qarta, ularni eskartgan bo'lsa, yana bir tarafdan uzun suzuldigan odamning ishini ochiq qiladigan bir bilan xafaliklar bor ya, shu xafaliklarni ma orqali yo'qotish uchun Alloh subhanahu va taolo mashta jazolayotdi. Hayotning oxirida Alloh subhanahu va taolo sizlarning qilayotgan ishlaringlardan xabardordir. Biz nimaga loyiq, nima ish qilsak bizning oxirgi natijamiz yaxshi bo'ladi. Buning hammani Alloh obdan biladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni jang maydonida mustahkam turadigan kishilarning qatoridan qilsin. Bugun vaqt munosabati bilan darsimiz mushayda oxirlashdi. Kelar soatlik darsda ko'rishguncha hammani Allohga topshirdim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.